Bilasanmi, nima uchun Cristiano Ronaldo A seriyadagi oltin nishonni taqishdan bosh tortgan? Bu Italiya chempionatida mavsumning eng yaxshi futbolchilariga beriladigan maxsus oltin nishon edi. Lekin Ronaldo uni taqishni istamadi. 2010-yilda liga eng yaxshi darvozabon, himoyachi, yarim himoyachi va mavsumning eng qimmat o'yinchisi uchun oltin nishonlar joriy qildi. Eng qimmat o'yinchi sovrini aynan Ronaldoga berildi. Samir Handanovic, Kalidu Kulibali va Sergey Milinkovic-Savic kabi futbolchilar o'z nishonlarini g'urur bilan taqishdi. Ammo Ronaldo bundan voz kechdi. Sababi oddiy edi. U jamoadoshlaridan ustun ko'rinishni istamasdi. Keyinchalik ko'plab boshqa futbolchilar ham uning yo'lidan borib bu nishonni taqmaslikka qaror qilishdi.